n sekund berilgan, limitini topishimiz kerak. Qanday fikrlar bor? Ikkala tarafdan limit olishimiz kerak. Ikkala tarafdan limit olsak bo'ladi, chunki ularning alohida o'zini limiti bor. Misol uchun yozib qo'yaylik. Alfa deydigan bo'lsak, ikkala tarafdan limitini olaman. Limit cheksizlik cheksiz qilib hop. Chap tarafi simple 2 alfa plus 3 2 alfa minus 2 teng. Bu taraf ham approximation ishlatsak bo'ladi. Bu nimaga teng? n kub. n kub bo'lingan 3. Bu-chi? n kubni o'zi. Yoki buni ignore qilsanglar bo'ladi. Eng katta o'suvchi daraja n kub. Okay? Demak, bular nisbati necha? Cheksizga intilgan. Bir taqsim. Bo'ldi, shundan alfani topishimiz kerak. 6 alfa plus 9 2 alfa minus 2 alfa teng 4 minus 11 taqsim 4 mi? Mana shu limiti ekan demak. Okay? Chunki uni alfa deb belgilab olgandik limitini. Ustoz, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Uzr, tepasini approximationni qanday n kubda bo'lingan 3 ga bo'ldi? Okay, yaxshi savol. Bu juda ham keraklik. Scholarshipda, kontraktda juda ko'p keladi limitlarda. Mana bu ko'rinishda 2 ga, 3 ga, n ga ko'rinishda kelsa, k bu yerda natural son. Buni approximately limitda olib ketishingiz mumkin faqat cheksizga intilganda. Cheksizga intilganda bu approximately nk plus 1 k plus 1 ga teng. Eslab qolish uchun osonroq yo'li mana buni boshlang'ichi. Hozirgi ko'rib turganingizdek, bu limitda bemalol ishlatsak bo'ladi, cheksizga intilyapti. Mana shuni o'rniga approximately buni olib ketdik. Osonroq chiqish uchun.